Shayx hazratlari, rofiziylarning kofirligiga shubha qilgan odamning hukmi nima? Holbuki rofiziylar sahobalarni so'kadilar. Mo'minlar onasi Oysha roziyallohu anhoni zinoda ayblaydilar. Qur'oni Karimni noqis deydilar. Shularni bila turib, rofiziylarning kofir ekaniga shubha qilishning hukmi nima? Bu ish islomdan chiqaruvchi amaldir. Zotan Alloh taolo Qur'oni Karimda Oysha roziyallohu anhoning pokligini aytgan bo'lsa ham, buni tan olmay Allohni yolg'onchiga chiqaruvchilar kofirdir. Chunki Oysha roziyallohu anhoning pokligini inkor etish Alloh taoloning so'zini, Rasulullohning so'zini va musulmonlarning ijmosini yolg'onga chiqarish demakdir. Bu aslida munofiqlar tarqatgan tuhmat edi. Demak, Oysha roziyallohu anhoni zinoda ayblovchilar kofirdir. Chunki ular Alloh va Rasulining so'zini va musulmonlarning ijmosini yolg'onga chiqaradilar. Qur'onni noqis deydiganlar yoki hozirgi Qur'on Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan Qur'on emas deydiganlar yoki aslida Ali roziyallohu anhu payg'ambar bo'lishi kerak edi, lekin Jibril alayhissalom adashib vahiyni Muhammad alayhissalomga olib kelgan deydiganlar yoki Ali roziyallohu anhuni iloh deydiganlarning kofir ekaniga shak shubha yo'qdir. Sahobalarni ommatan kofirga chiqaruvchilar ham kofirdir. Chunki ular Alloh va Rasulining so'zini yolg'onga chiqaradilar. Zotan Alloh Qur'onda shunday marhamat qilgan. Darhaqiqat, Alloh mo'minlardan daraxt ostida sizga bay'at berayotgan paytlarida rozi bo'ldi. Fath surasi. Alloh payg'ambarning hamda og'ir soatda unga ergashgan muhojir va ansorlarning tavbalarini qabul qildi. Tavba surasi. Peshqadam muhojirlar, ansorlar va ularga yaxshilik bilan ergashganlar Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. Tavba surasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarimdan birortasini so'kmanglar deganlar. Sahobalarni ommatan kofirga chiqaruvchilarning kofir ekaniga shak shubha yo'qdir. Chunki ular Alloh va Rasulining so'zini va musulmonlarning ijmosini yolg'onga chiqaradilar.